Assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Tashloq tumani Arab Mozorda. Ya'ni Madamun akamning xonadonida. O'zimning qo'shnimda ikki bosh xonajin bor ekan, egizak tug'ilgan xonajinlar bor ekan. Shular ma'lumotlarini, narxlarini hamma yo'g'ini yoritib beramiz. Assalomu alaykum Madamun aka. Tuzimiz aka. Ishlar yaxshimi? Rahmat. Chiroylilarni olib kelib qo'yibsiz aka. Ha, rahmat aka. Bular ma'lumotlarni berib, garantiyalari bor aka, xudo xolasa. Garantiyalar bor Sanjar bey. Aha. To'rvalidan eko. Tortinchi bu yoqqa. Egiz ayri bo'llari. Ikkovi bitta tug'ilgan, bitta onasi. Aha. O, jonim, xonajinlar qaranglar, xudo xolasa. Sigir qilaman degan odamning xonajinlari ekan. Ostilar qarang. Ostilar. Tan joni sog' irg'ishlab turgan xonajinlar. Aka bularni dastavka degan bunaqalari bor. Siz bilasiz, o'zim Vodiy bo'ylab dastavka qilib berasiz. Aytilgan narx ichida. kelishgan holatda. Aytilgan narx ichida vodiy bo'ylab xolos. Ashuna. Bularda aka oldi qochdi narx bas bo'ladigan qilib yopishtirib bitadigan xonasini aytsangiz aka, xudo xolasa bir o'zingizga o'xshagan yaxshi dehqon odamni qo'liga boradi, yaxshi sigir qilib sog'ib ichadi xudo xolasa, katta qilib. Aka bular narxi necha puldan? Jupicha sotasizmi yo yakka sotasizmi? Jupicha sotamiz. Eko bilan yurgan bitta qo'rada. Yakkalab olaman degan odamga ham beraverasiz. Aha. Bo'ldi. Narxi necha puldan aka? Narxi 9,5 emas. Aha. 9 dan ozmoz xayri bor. 9 milliondan kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor, jupicha olganga. Yakkalab tanlab olaman degan akalarimizgachi. Mana uni qaranglar. 9 dan-da. Hurmatli obunachilar. 9 dan xollaganini tanlab olaveradi aka. Yakkalab ham yetkazib berasiz. Vodiy bo'ylab. Kelishgan holatda u bor. Akalar laklab bosib, padeshkani ayamasdan kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, bundan-da zo'rlari chiqaveradi. Dehqon akamizdan bo'lyapti. Xudo xolasa yana ham kelishtirib, yo'lini qilib beradi. Anjorlari sog'. Bunaqa $1000, 14 million, 15 million deyilayotgan yo'q. Egizak bo'lsa ham yo'lida qilib beraman deyapti akamiz. Xudo xolasa kelishtirib, uylarga olib borib, joylab, yeb ichishlarini hamma yo'g'ini ko'rsatib beradi. Aka, yeb ichishidan muammosi yo'q-a? Yo'q. 2 oy boqilgan bo'lsanglar. Sinovdan chiqqan. O'zlari 4 oylikka borib qoldi, 4 oy plus minusga. Ashuna. Olganga sotganga barakasini bersin. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.